Hindistonda Britaniya hukmronligi davom etayotgan payt bir kuni Dehli shahrida zaharli kobralar ko'payishi bilan bog'liq jiddiy muammo yuzaga keladi. Shunda hukumat har bir o'ldirilgan kobra uchun mukofot puli bersak-chi degan qarorga keladi. Britaniyalik amaldorlar odamlar pul uchun kobralarni qirib tashlaydi deb o'ylashadi. Odamlar esa daromad olish uchun uyda kobra ko'paytira boshlaydi. Hukumat minglab kobralar uchun mukofot to'lardi. Shahardagi kobra muammosi esa kundan kunga yomonlashardi. Topshirilayotgan kobralar soni shubhali ravishda ortib borayotganini ko'rib, amaldorlar bu yerda bir gap borligini payqab qolishdi. Ular firibgarlikni to'xtatish uchun mukofot dasturini bekor qilishadi. Shundan so'ng kobra boquvchilar hech qanday qiymati qolmagan kobralarni shaharga qo'yib yuborishadi. Natijada kobralar soni mukofot dasturidan avvalgi holatdan ham ko'payib ketadi. Xullas, hukumatning bunday yechimi muammoni battar yomonlashtirdi. Bu hodisa tarixda Kobra effekti nomi bilan qoldi. Atama yechim kutilgan natijaning mutlaqo teskarisini keltirib chiqargan holatlar uchun ishlatiladi. Bu voqea iqtisodchilarga kutilmagan oqibatlarni ifodalash uchun ajoyib termin sovg'a qilib ketdi. Iqtisodni qiziqarli tarzda o'rganishni xohlasangiz, Tanguzga obuna bo'ling.